Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021-yil 7-oyning 9-kuni juma. Sizlarga nazaraq uchur yetkazib qo'yay deb chiqishim. O'tgan hafta degandek 2 haftada bir qatim chiqay desam, bir qism qarindoshlar bak qattiq iltimos qilib turib oldi. 2 hafta bak uzun to'lib ketdi ekan, haftada chiqmagan bo'lsangiz deb. Shunga undan boshqa yana 2 haftada bir chiqsam uchurlar bak ko'p yig'ilib ketdi ekan. Bugun aslida o'zim planlagan narsalarni hammasini to'liq kirgizolmadim. Bak uzalib ketdi ekan. Shunga bu hafta chiqishim endi. Sizlarga ozroq uchurlarni yetkazib qo'yay. Bu haftadagi cho'ng xalqaro xabarlarning birisi Angliya parlamenti yaqinda bir doklad chiqadi. O dokladning ismi shu Şinjan'daki jinoiy ishlar ustida Angliya o'z ustiga tegishlik mas'uliyatlar deganga yaqinroq keladi. Never again the UK's responsibility to act on atrocities in Xinjiang and beyond deydi. Mushtarak bir dokladni chiqaribdi. Asosan Uyg'ur masalasida Angliyaniki qandaq mas'uliyatlar bor. Burun mangu yuz bermaydi degan ishlar yuz beryapti hozir. Buningga qarata Angliya qanday qilish kerak degan masala ustida. Buniki ahamiyati bak cho'ng. Angliya o'zinglar bilasizlar, dunyodagi eng kuchli davlatlarning birisi Amerikadan qolsa. Shunga bunday bir narsaning chiqishi biz uchun bir foydali ish. Ikkinchi cho'ng xabar yana shu Angliyadagi bir cho'ng partiya, Emgak partiyasi nima Angliyadagi ministerlar va shu podshohlik organlarini Xitoyda 2022-yilda o'tkaziladigan qishliq olimpik musobaqasini to'xtatishni talab qilib bir chaqiriqni o'tirib qo'ydi. Ularning sharti ya bu olimpikni to'xtatsin yoki bo'lmasa agar Xitoy hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bir teşrikçi ümmügenin Şarkı Türkistan'a berip Xitoy hukumati yürgüzgen cinayetler üstünden tekşiriş edip berişine yol koymasa Beijing'deki 2022-yildagi olimpik musobaqasini o'tkazishni tusish haqida tashabbusnomani o'tirib qo'ydi. Bu bak muhim. Men sizlarga izchil deb ko'ryapman. Hozir Uyg'ur masalasida xalqaroda nurg'un yangi ishlar, yaxshi ishlar bo'lyapti. Medialardagi dokladlar, xabarlar, ondan keyin OBY'lardagi yig'in, seminarlar, ondan keyin hukumatlarniki Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qilishda muomala qilish bu jihatda nurg'un ishlar bo'lyapti. Lekin Xitoyda bo'lsa Uyg'urlarga qaratgan siyosat jihatda hech qanday o'zgarish bo'lmayapti. Ularningki Uyg'urlarni yo'qotish siyosati o'xshashlarda amallashyapti. Hozir ular bir tarafdan Uyg'urlarni yo'q qilib etish jihatdagi tadbirlarni nihoyatda kuchlik, vahshiy darajada elib minib, yana bir tarafdan bu ishlarga oid har xil isbotlarni yo'q qilib etish. Ondan keyin vatandagi Uyg'urlarniki chet elga uchur chiqarishini cheklash. Chet el bilan ozroq aloqasi bor Uyg'urlarniki hammasini tutib sulash, ishkiliklarni Sharq Turkistonga yondirib akitish qatorliq ishlarni davomlashtiryapti. Mushta bir ahvolda agar BDT'ga o'xshash bir xalqaro organ bizniki Sharq Turkistonga tashrish umiga avatib, ashada turg'izib, o'sha ahvollarni kuzatib, tekshirib qilmoqchilik Xitoyniki bu jihatdagi jinoiy ishlari ostlaydigandek, to'xtaydigandek emas. Shunga Emgak partiyasiniki o'tirib qo'ygan chaqirig'i, tashabbusnomasi nihoyatda zo'r ahamiyatga ega. Aslida birdan-bir umid beradigan ish Uyg'ur masalasida. Umid beradigan tadbir shundaqdi. Bu jihatda hozirga qadar bir amaliy tadbirlar qo'llanmadi xalqaroda. Ma partiyaniki bu narsani o'tirish qilishiniki qiymatini zo'r deb o'ylayman. Üçüncü çoğun xabar
Amerika'nınki Nebraska ştatınınki ştat başlığı Pete Ricketts deydi. Bu kişi her yılındaki 7. ayını komünizmdeki kurbanlarını eslash eyi qilib bekitdi. Bunu bekitib, bunu e'lon qilgan vaqtida Xitoyniki Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini alohida tilga olindi. Bu bir ahamiyatga ega bir cho'ng ish. To'rtinchi cho'ng xabar hozir endi yaqinda Xi Jinping va uniki hokimiyatiniki Xitoy ichidagi va dunyodagi tutayotgan yo'liniki nima ekanligini taxminiy ko'rilish jihatda dunyo miqyosida umumyuzlik zo'r ilgirlashlar bo'lyotidi. Bu qatimki 7-oydagi 1-kundagi Xitoy Kompartiya qurilganligining 100 yilligini tabriklash faoliyatidan keyin dunyo ko'zini yana bir qatim ochdi. Hozir endi bag'ansir Xi Jinpingning naqadar vahshiy ekanligini, uning yolg'iz Xitoyga qaratgan shu naiti zo'mingarlik siyosati dilni emas, hozir uniki butun dunyoga hukmronlik qilish jihatdagi qora niyati bunday texnik qurilishga boshladi. Mushiniki ichidagi bir ish sifatida shu yaqinqi bir qancha kun ichida kang turda medialar chiqqan bir ish Xitoylarniki Huadajin degan shirkatining ishi. Bu shirkatni Amerikada o'qigan 3 Xitoy 1999 yilda quribdi ekan. Huadajin dedi, jin degan jin tadqiqoti, gin tadqiqoti ni epardigan. Bularniki ishlab chiqqan bir uskuna bor ekan. Amildor ayollarniki qinini tekshirish orqali amildor ayolning qo'sig'idagi bolaniki sog'lomlik ahvolini bilgili bo'ladigan mana bir uskunalar bor ekan. Bu Yevropa qatorliq ellarga hali ko'p tarqalibdi bu uskuna. Amerika teqisha kirgizmabdi buni, boshqa davlatlarda ko'p ekan. Yaqinda bayqalgan ish nima desanglar, Xitoylar mush uskundan foydalanib chet elliklarniki DNA uchurlarini to'plab turibdi. Endi Uyg'urlarniki DNA uchurlarini to'plaqliqli uzun bo'ldi. Buniki hammamizning xabari bor. Zodi Xitoyniki bunday ish qilishdagi niyati nima? Bu jihatda hozir shu Xitoy virusi bilan qo'shilib bir qism narsa o'tirg'i chiqyotdi. Bu hozir o'tirib qo'yayotgan Xitoyniki mush ishlar bilan shug'ullanishidagi to'rt cho'ng maqsadi o'tirib chiqyotdi. Uniki birisi shu chet elliklarniki geniga chet elliklarniki genini bilgandan keyin shunga qarata bir qism ishlarni olib berish. Masalan, buniki birisi maxsus shu chet elga qaratilgan dorilarni ishlab chiqarish. Shu orqali dori texnikasida dunyoniki eng oldidan minish. Ondan keyin gen quroli ishlab chiqish. Hozir dunyoniki eng cho'ng ansiraydigan narsa shu. Xitoylarniki biologiyalik va ximiyalik qurol ishlab chiqarish jihatda burundan tortiblam vahshiy planlari bor. Bunga nisbatan dunyo sal qaragan toki yaqin qadar. Endi Xitoy virusi chiqqandan keyin bu jihatdagi uchurlarni qo'llab tepib, Xitoyniki bu jihatdagi maqsadniki naqadar vahshiy ekanligini tunib ketyapti. Ma'vu ishlarmi shularniki bir qismi. Masalan, agar diqqat qilsanglar, shu Xitoy virusi tarqalgan dastlabki mezgillarda Xitoylarni aytib tizlamkin bir qancha 10 kunning ichida mana Xitoy virusini o'lchaydigan asboblarni dunyoga tarqatgan. Dastlabda buniki unumi yaxshi bo'lmagan. 20%, 30%lar unum bor ekan, qol vaqtida xato uchur birdi ekan degan narsa chiqqan. Yaqinda bu gaplar yo'qolib ketdi. Bu yerda bir ehtimollik nima desanglar, Xitoy chet elliklarga o'xshamagan davlatlardagi kishilarning gen uchurlariga erishgandan keyin mandaq asboblarni shuni to'g'rilab, mundaq dori uskunlarni shuni to'g'rilab yasash ehtimolligi butlay bor. Shu sababdan hozir endi
bularniki shu virusni tekshirish texnikasidami ilgirlash bo'lgan bo'lishi mumkin degan qarashlar bor. Eng oxirida men xili burunlam sizlarga degandim. Hozir bir qism ximiyalik dorilar bor. Önünki oldida o'stirgan o'tlarninki rasmiy o'tqa o'g'it bo'ldigan, yav o'tqa bo'lsa dori bo'ldigan, zaharli dori bo'lib, ularni o'ltirdigan mushtaq ximiyalik dorilar bor endi. Buni insonlarga qarata ishlab chiqarish mumkin. O'xshamagan millatlarniki gen uchuriga erishgandan keyin shu biologiyalik qurollar sifatida tarqasa, ba'zi millatlarni o'ltirib, ba'zi millatlarga ta'sir ko'rsatmaydigan mushtaq biologiyalik qurollarni ishlab chiqarish ehtimoli butunlay bor. Bu vaqtda Xitoyniki o'ziniki e'lon qilganmi hali ko'p ma'lumot maqolalar bor. Ashta boshqa hozirgi maoshlarning chiqishi ash ishlar bilan munosabatli deb qaralyapti. Shunga mush oldingi 2 kunning ichida Xitoyniki bu Dahuajin degan shirkatiniki ishi keng turida tarqalyapti. Amaliyotda bu shirkatniki piyga tushgan chet el hukumatlari bor. Men bilan shu hukumatlarning ba'zilari aloqalashgan 6 oylarniki oldida. Mush sohada nimani bilsan degandek. Şuna bununla bir qism chet el hukumatlari burunlam diqqat qilishga boshlabdi ekan. Hozir endi bu ishlar naydi kontrolda pashvoti deyqindi yoqi. Şuna muhabbetin içinde chiqqan cho'ngroq xabarlarniki birisi shu. 5-chi cho'ng xabar bu hafta chiqqan. Xitoydagi Amerika konsulxonasi yaqinda 500 dan ko'p Xitoy o'quvchilariniki Amerikaga qaytib kelib o'qishni davomlashtirishiga viz bermedi. Bu o'quvchilar asosan Amerikadagi donliq maktablarning o'quvchilari ekan. Harvard University, Yale University, California University'niki Berkeley sho'basi degandek. Shu maktablarga qaytib kelib o'qiymiz degan o'quvchilarga viza bermabdi. Sababi nima desanglar, bu o'quvchilarniki aslida o'qigan 8 maktabi Xitoydagi. Hammasi Xitoyniki davlat mudofaa sanoati bilan munosabatlik. Ashta boshqa Amerikaniki qo'llangan bir tadbiri amaliyotda bu ishni Trump prezident vaqtida chiqargan bir ma'muriy buyruqqa asosan qilibdi. 500 dan ko'p Xitoy o'quvchilariniki Amerikaga kelishini cheklabdi bu qatim. Bu Xitoyda naydi cho'ng g'ulg'ulga qo'zg'atdi. Xitoylar buningga, Xitoy hukumati buningga intayin qattiq darajada norozilik bildiribdi. Xuddi bir o'tkazib qo'ygan bir nimasi bordek, haqqi bordek. Haqlasini uyingga kelmayman desa, sen kelmaysan deb ishingni yapasa, sen nima ishingni taqib olsa deb qattiq norozi bildirgan boshqa ish bo'lamdi. Xitoyniki nomussizligi hozir mushundaq bir darajaga berib yetyapti. Buniki ma'lum darajada bizga foydasi bor. Biz Xitoyniki naqadar Xitoy hukumati, Xitoy mustamlakachilariniki naqadar vahshiy ekanligini bildik. Dünya taki yaqin qadar bilmagan amdiroq bo'lyapti buni. Hozir nomussizlarcha Amerika 500 Xitoyga viz bermasa, sen nimishga viz bermaysan bizga deb qattiq norozi bildirib, ogohlanish birishdek ishlarni qilyapti bular. Ajoyib. 6-chi xabar, men o'tganki videoda Xitoy Markaziy partiya maktabidagi bir professor, Saysha degan bir professorning gapini nazarga qolgandim. Bu ayol yaqinqi bir yilda vaqt ichida naydi xili dunyoga ta'sir ko'rsatdi. O'zi Xitoyniki aslidagi shu Xitoydagi donliq rahbarlarniki birisini avlodi bu. Shu Xongarday deb qo'ydi buni. Xongardayniki birisi o'zi Markaziy partiya maktabidagi professori. Yaqinda chet elga chiqib olgan bu. Yaqinda ham bir maqola e'lon qilibdi ekan, Xitoy hokimiyati haqida. Bu niki gaplar xili bo'lgan. O'tgan hafta azar tilga oldim, lekin maqolasini topolmagan. Yaqinda uniki inglizcha maqolasiniki inglizcha tarjimasiniki men demoqchi bo'lgan mazmunga oid qismini qo'lga tushirdim. Shuni qisqacha deb beray. Bu ayolningki degini Xitoy hokimiyati pat yaqinda yemirilib ketib tushishi mumkin. Shunga bu ahvolga nisbatan Amerika hukumati hozirdan boshlab tayyorlik ko'rib turish kerak. Xitoy hukumati pat yaqinda ag'dirilishi mumkin degan bir uchur buniki maqolasidagi muhim uchurlarniki birisi. Endi bu ayolniki ko'rsatgan bir qancha
sabablar bor. Sabablar bor. Bu sabablar qaysi desanglar, uning birisi Xitoy sirtdan qaragan joyda, Xitoy hukumati sirtdan qaragan joyda xuddi bir osh qolgan haydrahaga o'xshaydi. Dunyodagi hamma yerni bulayman, u bu qilman degandek turayotgan. Lekin ichki jihatdan tekshirsa, u bir qog'oz yo'lbosqiga o'xshash. Ya'ni nayda ojiz deydi. İkincisi, Xitoyniki iqtisodiy modeli uzun muddatga bardosh berolmaydi. Xabarlarda bor, Xitoyniki Deng Xiaoping o'tirib chiqqandan keyin iqtisodiy sohada nayda cho'ng islohot olib borgan. Shuningki kuchi bilan Xitoy iqtisodida nayda zo'r yuksalishlar bo'lgan. Xi Jinping chiqqandan keyin nurg'un ishlarni Mao'zong davridagi ishlarga yondiryotdi. Bo'libmi hozir Xitoydagi iqtisodiy tuzum bilan siyosiy tuzum o'tirsalar qat'iy mos kelmaydigan, andan keyin shaxsiy korxonalarni parchalab tashlaydigan bir ig'ir ahvollar bor. Mo'yalon degani hozirgidek iqtisodiy model Xitoydagi uzun vaqtniki siniqiga bardosh berolmaydi. Bu Xitoy iqtisodidagi zo'r chekinishni keltirib chiqarish mumkin deydi. Üçüncü omil Xitoyniki iqtisodiy qarzi intayin cho'ng. Qarzi bak cho'ng, bu narsani bo'lgansa eshib mangadi deydi. To'rtinchisi, Xitoyniki ko'p turilgan ideologiya tashviqoti bilan ijtimoiy reallik o'tirsida intayin ig'izliyat bor. Ya'ni Xitoy hukumati og'zida poni intayin etyotdi hozir. Xitoylarniki millatchilik engini o'stirish, millatchilik kayfiyatini kuchaytirish jihatda bir qism ideologiya tashviqotlarni olib beryotdi. Lekin amaliyotda bo'lsa bunga qat'iy mos kelmaydigan ahvol mavjud. Bu ikkisi o'rtasida cho'ng ziddiyat bor deydi. Yana birisi bozor ig'dorchiligi bilan hukumat ig'dorchiligi o'zaro chiqisholmaydi deydi. Bu yerdagi iqtisodiy jihatda hozir hukumat ig'dorchilik qiladigan qism bor. Undan keyin bozor yoki shaxsiy shirkatlar ig'dorchilik qiladigan qism bor. Bu ikki qism o'rtasidagi ziddiyat nihoyatda kuchlanib menyotdi. O'zaro qat'iy chiqisholmaydi. Bumi Xitoy hokimiyatining og'dirib ketishining bir omil bo'ladi deydi. Yana birisi boy kambag'allar o'rtasidagi farqning cho'ngib ketishi. Bu soatga ahvollarni bilsizlar, hozir nihoyatda oz sondagi Xitoy butun Xitoy boylig'iniki nihoyatda zo'r qismini egallab oldi. Bu jihatda bu Xitoy davlatiga teng keladigan davlat yo'q dunyoda. Agar ingichka tashkil qiladigan shu qolsa. Shunga boy kambag'allar o'rtasidagi farq bo'lgan sari zo'rayib menyotdi. Bu ziddiyatni hozirgi sistem bilan hal qilish mumkin emas. Ondan keyin yana birisi chirklik. Xitoyda chirklik pek og'ir. Hozir buni hamma ishlar asosan chirklar mangida bo'lar ishlari. Shunga buni bilan bilamiz. Ondan keyin yana birisi Xitoy markaziy hukumatidagi huquq ko'rishi. Buni bilan bilamiz. Bu huquq ko'rishi intayin keskinlashib ketdi. Maqatinki Xitoyniki 7-1 kundagi partiya qurilganligining 100 yilligini xotirlash faoliyatidagi sahnadagi odamlarning chirigilam qarasanglar, nima ishlar bo'layotganligini ma'lum darajada ko'rib olg'ili bo'ladi. Asosan Xi Jinping Xitoyniki markaziy hukumat ichida yolg'iz qoldi, xalqarada intayin yolg'iz qoldi. Undan keyin huquq ko'rishi intayin shiddat bilan davomlashayotdi. Men yaqinki Xi Jinpingniki tutgan yo'llari, qilgan so'zlari mush orqali meniki burun bir ikki yildan oldin egallagan shularniki hali to'g'ri ekanligini his qilyapman. Bo'libmi nima uchun Xitoy hokimiyatidagi qolgan kishilar Xi Jinpingniki hozirgidek Uyg'urlarga qaratgan siyosati qatorliq bir qism ishlarga yo'l qo'ydi degan masalada meniki burun anglaganimda Xi Jinping o'zining atrofidagilarni yig'ib, men cho'ng ishlarni qilaman, nurg'un odamlarni o'ldiraman, nurg'un Uyg'urlarni o'ldiraman. Bu ishlarni nurg'un kishilar qabul qilolmaydi hozircha. Lekin 50 yildek vaqt o'tgandan keyin Junxo millati mening qilgan ishlarimga minnatdorlik bildirdi. Bir qism ishlarimni hozir tushunolmaydi. Lekin 50 yildek vaqtdan o'tgandan keyin menga cho'nqur minnatdorlik bildirdi. Shunga mening ishlarni qilishimga yo'l qo'yinglar degan. Uniki talab qilgan ishlarim shu vaqtda degan gapning birisi Uyg'urlarniki 3/1 qismini o'ldiraman, 3/1 qismini sulayman, qolgan 3/1 qismini
O'tir Osiyo, o'tir davr saviyasidagi mashina odamlarga aylantirgan degan gapim bor. Men bu uchurni og'iliq uzun bo'ldi. Yaqinqi Xi Jinpingniki kayfiyatidan, hozir qilayotgan so'zlardan mush narsalarniki xil to'g'ri ekanligini his qilyapman. Endi hozir Xitoy davlati xalqarada bag'ansiri yolg'iz qilayotganligi uchun Xitoy hokimiyatidagi qolgan kishilarniki bu jihatga noroziligimi nihoyatda eshib berayotgandek qiladi. Ondan xala bir tarafdan Xi Jinpingdan qo'rqqan, huquqimda o'tamdiki deb. Buning bir misoli Wang Chesanniki yaqinda bir yig'inda qolgan gapi bor. Aslida Xi Jinping kelmoqchi ekan, bu odam chiqib, men Xi Jinpingningki e'lonchisi degandek bir gaplarni qildi, dahshat xushamat qildigan gaplarni. Xitoy davlatiniki muavin raisi. Shundan qaraganda bu Xitoydagi hukumatdagi bir qolgan odamlar bir tarafdan bak qo'rqibdi. Xi Jinpingdan yana bir tarafdan intayin qattiq norozi ekan. O'qib ko'rishi nihoyatda yuqori bir pallada hozir. Endi Ma Saysha degan ayolniki o'tirib qo'ygan omillari shu. Bularni sizlarga bir deb qo'ygim keldi. Endi mundaq gaplarga buni bir foydalanish xavri xarakterida muomala qilsak bo'ladi. Lekin to'liq ishning kerak bo'lmaydi. Sababi nima deganda Xitoy hokimiyati ichidan u odamlar chiqyotidi. Bir qism odamlar garchi Xitoy hokimiyatini pash qilayotgandek qismi amaliyotda Xitoy hukumati uchun xizmat qilishi mumkin. Buning bir misoli, agar sizlar o'qigan yoki anglagan bo'lsanglar, 100 yillik marafon degan kitobning ichida Xitoy Osiyolik qilib Amerikaga qochib kelib, Amerika hukumatiga xizmat qilayotgan ikki josusning gapi bor. Buniki birisi rasmiy josus. Rasmiy josus degani rasmiy Xitoydan yuz o'rib Amerika uchun xizmat qilgan odam. Yana birisi bo'lsa yolg'on josus. U Amerikaniki hukumat ishiga Xitoydan yuz o'rgan, ashtaq bir xoin bo'lib kirib olgan. Amaliyotda bo'lsa Amerika hukumatidagilarni bexotlashtirish rolini o'ynaydigan kishi. Masalan, Amerika Xitoy Amerikaniki shu aeroplan to'shig'ichi aeroplanlarini butunlay vayron, butunlay gumron qilmay, ishlamas qilib qo'yadigan shunday bir bombani yasabdi, $1 million bitadigan, $1 million bitadigan, ammo $4 milliard aeroplan to'shig'ichi parxotdan birisini ishlamas qilib qo'yadigan shunday bomba yasabdi. Bu rasmi deb so'rasa, ras jasus, bu ras. Bular qildi. Buniki bunda paketlar var deydi. Yolg'on jasus bo'lsa, Xitoy uchun ishlaydigan yolg'on jasus bo'lsa, yo'q. U Xitoyniki unda qobiliyati yo'q, unda texnikasi yo'q, mumkin emas u. Bu quruq gap deydigan gap. Bu yerki maqsad nima desa, Amerika hukumatini bexotlashtirish. Undaq ishlarga sala qaraydigan qilib qo'yish. Shunga Ma Saysha bo'lamdi, boshqa odamlar bo'lamdi, bularniki mushtaq gaplarni anglagan chog'da ko'rinishda nihoyatda rostak ko'rinadi. Masalan, albatta o'tirgan 1 2 3 4 5 6 7 8 omil nihoyatda rostak ko'rinadi. Lekin bir qism narsalar vaqtlarniki o'tishi bilan oshkor bo'ladi. Bu rost o'tirib qo'ygan narsami yoki yolg'onmi degan narsalar. Shunga mundaq gaplarni anglagan vaqtimizda biz cho'qim bir tanqidiy pozitsiyada turib anglashimiz kerak. Ba'zi analizlar Sayshaniki shu 8 omil haqidagi ko'z qarashini butunlay inkor qilibmi, o'z ko'z qarashini o'tirib qo'ydi. Men bu vaqtda keyingi leksiyalarning birisida to'xtalaman. Shunga bu narsani mushtaq ishlar bor ekan deb bilib qo'ysak bo'ladi. Bilim jihatdan foydasi bor, lekin bak ishni ketmas kerak. Endi bu NASA xabari to'g'riliq bir necha qizga qilib qo'yay. Men sizlarga o'tganda Amerika Biden hukumati Amerikaniki davlat bexatarlik davlat axborot idorasiga shu noma'lum uchar taqsa haqida bir diqqat tayyorlashni topshirgan. Unda hozir noma'lum uchar taqsa demaydi, UFO demaydi. Uniki hozirgi ismi unidentified aerial phenomena deydi. Aniqlanmagan havo hodisasi deydi. Aniqlanmagan osmon hodisasi.
haqida bir doklad ilishni vazifa qilgan. Bular dokladni ilib yaqinda e'lon qildi. Buniki natijasi yenilam haligi mushu uchar taqsiniki haqiqiy borlig'ini jazmlashtiradigan doklad chiqmadi bu. Bu vaqtda bir maxsus bir doklad bor. Bu dokladni hammadan o'qiy oladi. Bikaga uni e'lon qilyapti. Hozirgi buniki xulosasida o'tirib qo'ygan vaqtida bu hadislarni mundaq 5 turga ayirish mumkin. Zodi aniqlanmagan osmon hodisasi qandaq narsa degan haqida hozircha mundaq 5 xil ahvolga tava deb yakun chiqarish mumkin degan narsa o'tirib qo'ydi. Uning birisi bu hozir osmonda uchib yuradigan narsalar ko'p qisqastanchiliklar bor osmonda. Ashtaq narsalarning birisi mumkin. Uchib ketib qolgan bir narsa boshqalarga ashtaq bir uchar taqsidek ko'ringan bo'lishi mumkin deydi. Birinchi ehtimolli. İkincisi tabiiy atmosfera hodisasi bo'lishi mumkin deydi. Tabiiy atmosfera hodisasi bo'lishi mumkin. Üçüncüsü Amerika'daki şu sanoat taraqqiyoti ishlariniki sanoat taraqqiyotiga tava bir qism ishlari bo'lishi mumkin deydi. Yoki Amerika'daki korxonalar yoki hukumat organlari yasagan sinab qilayotgan ba'zi narsalar bo'lishi mumkin deydi. Bu yerdami bu tashqi planetadan kelgan narsa degan narsani inkor qilyotdi. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü chet eldagi dushman kuchlarniki qilayotgan ishi bo'lishi mumkin deydi. Aşağıdaki sistemisi bo'lishi mumkin. Bunu mustaqil debdi, lekin konkretni o'tirib qo'ymabdi. Ondan beshinchisi mushlarning sirtidagi ishlar bo'lishi mumkin deydi. Deb arabda buni. Mushlarning sirtidagi hodisalar bo'lishi mumkin. Obyektdagi tava emas ishlar deb arabdi. Lekin buning ichida yenilamkin tashqi planetadan kelgan uchar taqsa degan narsalar haqiqatan bor, jazmlashdi degan gap yo'q. Şuna bularni sizlarga deb qo'yim keldi. Xabarlarda bor. Men hozir NASAga kirgili 17 yil bo'ldi. 17 yil ichida qilgan ko'pincha vaqtida qilgan ishim tashqi jonliqlar bor. Tashqi planetalarni topadigan olam teleskopi yasash ishi. Bu ish hozirmi davomlashyapti. Meniki vaqtimniki bir qismi yenilam shu proyektning ichida bor. Men boshqa proyektlarga o'tib ketdim yaqinda. Bu teleskop 2025-2026 yıllara qo'yib berilishi mumkin. Hozirgi mo'ljalda tashqi planeta jonliqlari bilan 2035 yillari aloqalashish jihatda bir yangiliklar o'tirib chiqishi mumkin. Shunga NASA'niki nazarda tashqi planetaniki jonliqlari bizni izlab kelgan ahvol yo'q dexe. Bu jihatda hech qanday xabar chiqmadi. Eğer onda işler bo'lib qolsa, biz eng dastlabda bilamiz bu ishlarni. Eğer men ashtaqa shularga erishsam, sizlarga birinchi javob deyman. Shunga endi ma dokladma asosan quruq doklad bo'lib chiqdi. Yaqinda yana ikki cho'ng ish bo'ldi. Bu NASA koinot tavandi. Uning birisi Amerikaniki bir soda olam kemisi. Soda olam kemisi degani NASA'ning emas, shaxsiy shirkatlar niki bir olam kemisi xalqaro olam punktiga 4 tonnadek yuk apirib, u yerda 4 oy turib 6-oyniki 29-kuni yer shariga qaytib keldi. Bu odam bor olam kemisi emas, odamsiz olam kemisi u yerga yuk olib olgan 4 tonna yukni apirib 4 oyda turib qaytib ketdi. Ondan keyin nima 7-oyning 1-kuni Rusiyaniki bir yuk taşıgıcı olam kemisi xalqaro olam punktiga yetib bordi. Bu olam kemisi 3,6 tonna yemeklik ve başka narsalarni ep beribdi u yerga. U yerda 5 oyda turdi ekan, ondan keyin qaytib keldi ekan. Yaqinda olam kemisi xalqaro olam punkti bilan yer yuzida mutlaq ikki cho'ng ishlar yuz berdi. Bunda ishlar yeni ko'p, lekin uning hammasini deb bo'lmaydi. Bunda lekin cho'ngroq ishlar bo'lib qolsa sizlarga deyman. Ondan keyin shu oldingi haftaning ichida NASA
haqsiz tushirib olg'ili bo'ladigan bir qism yumshoq detallarniki tizimligini e'lon qildi. Bu tizimlik bu yumshoq detallar xalq ishlariga ishlatib bo'ladigan, masalan, shaxsiy shirkatlar ishlatadigan yumshoq detallar NASA nihoyatda ko'p pul xarjlab bu narsani yasaydi. Yasab bo'lib, endi birisi buni yolg'iz koinotning ishlariga ishlatmay, agar shaxsiy shirkatlar foydalansin deb buni taqtidi shunaq bikaga haqsiz. Shunga agar bu jihatdagi narsalarga qarab boqaman deydigan shu kompyuter sohasida ishlaydigan qarindoshlar bo'lib qolsa, tekshirib baksanglar Google'dan topa olasizlar, tizlamkin. Topolmasanglar menga desanglar, men ularniki ulanishni aytib beraman. Endi vatandan kelgan uchurlar sohasida yaqinda uchurlar intayin ozlab ketdi. Hozir Xitoy buni intayin bir cho'ng qurilishdek qilib tutdi yaqinda yoqi. Xitoydagi maxfiy uchurlarning chet elga chiqib ketishini. Bunun ichidagi bir cho'ng obyektiv Uyg'urlarniki chet el bilan aloqasi bor odamlarniki hammasini uyga kirib telefonni qayta tekshirib, telefonlarini yuvib degandek ashtaashlarni qilib ketdi. Shu sababdan hozir vatandan keladigan yangi uchurlar intayin ozlab ketdi. Yaqinda Facebook qatorliq ijtimoiy tarmoqlarga chiqqan videolar asosan Uyg'urlarniki yig'izarisi. Ba'zi dadalarniki yig'isi, ba'zi opalarning yig'isi, bolasidan ayrilib qolgan, bolasini hukumatlar bolalar lageri aketgan onalar, yosh qizlar. Shularning yig'isi mushtar narsalar chiqib yotadi. Boshqa jihatga uchurlarda hozir nihoyat yepiq. Agar sizlarga kelgan uchurlar bo'lsa, xabarlantirib qo'yinglar, biz undan yaxshi foydalanamiz. Endi chet eldagi Uyg'urlar ichidagi bir qancha yaxshi xabarlar bor. Uni deb qo'yay, uning birisi Uyg'uriston degan bir guruh Uyg'uriston degan ishni qilayotgan bir guruh qarindoshlarimiz bor Turkiyada. Uniki bosh yetakchisi Mamtimin Nuriddin hukimiz. Bular yaqinda shu yozlik ta'til darsini boshlayapti. Bu darslar ikki xil mazmun asos qiladi ekan. Birisi kompyuter programmasi, yanisi robot darslari. Bunun ichidagi 4 darslar boshlanib bo'libdi. Ondan darsxonada o'tiladigan darslar mush qurbaytidan keyin boshlandi ekan. Bu haqda Facebookda bir uchur bor, ko'rib baxsanglar bo'ladi. Yana birisi Turkiyadagi Mahmudjon Letip inimiz boshlig'idagi bir to'p ziyonlar bor. Dunyoning har qaysi joylariga tarqalgan. Bular sarxillar ma'rifi deb 17-18dak yosh o'quvchilarni tarbiyalayotdi maxsus. Bular bu yoz ta'tilida bir oy rasmiy darsxonada o'tiladigan kurs o'tkazmoqchi. Bu ishqa Turkiyadagi o'quv Uyg'ur maktabi yotoq sinflarni haqsiz ta'minlab beradigan bo'ldi. Bu ishlarni Qurbaydadan keyin boshlandi. Shu ishlarni qilayotgan barliq qarindoshlarga, o'quv Uyg'ur maktabidagi qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Millatning g'amini yeb, kech kunduz to'xtamay mushtarda tirikchilik ko'rsatyotdi. Yana bir narsa ta'kidlab qo'yadigan o'tgan hafta sizlarga degan bir ish bor. 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz sandini qurish projekti. Buniki bir torbet var. Bu yerda o'zinglarning ovozini ola olasizlar yoki boshqalarniki olgan ovozini tasdiqlaylasizlar. Bu bek muhim qurilish. Endi bizning vatanimiz qachonliqqa bizga qaytib keladi? Qanchalik Uyg'ur nufuslarni qaytib keladi? Qandaq holat qaytib keladi bilmaymiz. Bizningki hozir yangidan tug'ilib o'sayotgan farzandlarimiz vatandagi asosan Uyg'urlikdan butunlay bahramand qoldi. Ular butunlay Xitoycha tarbiya ko'ryapti. Ashta bo'g'ashqa Uyg'urlarning ovozini saqlab qolish bu intayin muhim bir projekt. Mao yolg'iz undaqla bo'lib qolmasdan keyincha ovozni tekstni ovozga aylantiradigan bir yumtalniki vujudga kelish uchun zo'r zurur shartlarning birisi endi. Ashta boshqa buni to'p qo'shib qo'ysanglar, men keyin egallagan ahvol 5 jumla so'z bir guruh ekan. Agar siz 5 jumlani o'qisangiz, o'qib bo'lgan chaqda yo'llang degan tanlash chiqadi ekan, shuni bossangiz yo'l o'tar ekansiz 5 jumla. Endi u anglaydiganga kelsak, anglaydigan bu 5 jumlani anglaydigan ashtaraq ekan, meni bilishimcha ikkisidan qani qismingiz bo'lar ekan. Hozir bizdagi cho'nroq ehtiyoj o'qishda ehtiyoj bak cho'ng. Nimishqa degan chaqda bizniki bir qism qarindoshlarimiz bor bu jihatda tas sharoitda yo'q.
Aşta boğaşqa bunu mesela yana bir ta'kidlay. İmkaniyeti bor qarindoshlar qilib qo'ygan bo'lsanglar 5 jumladan bir guruh qilib, bir kunisi 20 jumla o'qib olsanglar 4 guruhini aşta qilib bir mezgil qilsanglar 1 soatda to'pib qo'sha olasizlar. Agar 1000 Uyg'ur 1 soatdan to'pib qo'shsa, ma projekt tamamlandı. Men aslında bilgan o'zim 4 guruh 20 jumla o'qib, uni qancha vaqt ketadi bir hisoblab boqay degandim. Ulguramadim. Bek aldarashchilikda bu qarasanlar mazmunlarni bekçe hozirmi. Shunga keyingi haftaga keyini qilishmayman. Bekçe vaqt ketmaydi. Intan oson qiziqarliq. Mushni unutib qolmasanglar. Bir kishi to'p qo'shgan bo'lsanglar. Tünügün bir narsani e'lon qildik Uyg'ur Project Fondidan. Uyg'ur Project Fondi bizniki vatandagi noy darajalik va undan yuqori doktorxonalarniki hammasiniki ismi, adresi qatorlarni to'plab, uni bir xitoycha tizimlik shaklida Uyg'ur Project Fondiniki tor betida e'lon qildik. Bu vaqtda men bugun WhatsApp to'plarig'imni uchur taqtib qo'ydim. Facebook'imni chiqarib qo'ydim. Ko'rpaqlar bundan foydalansanglar bo'ladi. Bunday qilishga sabab vatandagi doktorxonalar Uyg'urlarniki tabiiy ko'payishini cheklash, Uyg'ur onalarning qo'sidagi bolalarni operatsiya qilib oldirib o'tish yoki Uyg'ur onalarni tug'mas operatsiya qilib tug'mas qilib o'tish jihatda intayin cho'ng jinoiy ishlarni qildi bular. Xudoyim bo'lsa bir kun ularni hisob ilindi. Ashta bo'g'ashqa nima uchurlarni biz to'plab qo'yib turaylik deb buni to'plab saqlab qo'ydik, ham to'rbetig'ini chiqarib qo'ydik. Bu uchurlar Uyg'ur sotiga berib bo'ldi. Uyg'ur sotimi bundan muvofiq darajada foydalanadi deb o'ylayman. Shunga agar ehtiyojinglar bor bo'lib qolsa, bundan foydalansanglar bo'ladi. Biz o'tganda qolgan Xitoylarniki bizning vatanda amal tutayotgan barliq rahbarlarning tizimligini biz yig'ib olgan. Umi bor. Bu kelgusida ashlardan hisob olishga qilingan tayyorlik ishlari endi. Shunga bu ishlarni sizlarga deb qo'ydim. Ondan keyin Uyg'ur Project Fondi yaqinda yana 2 turga ozroqdan yordam qildik. Uning birisi Germaniyadagi Mamtil Niyoz inimiz qurib boshqarayotgan elkitob.org degan tor beti. Buningga hozirgacha 3000 dan ortiq kitob qo'yilib bo'ldi. Sizlarniki yaxshi ko'radigan uyg'ur kitoblaringlarning hammasi bor buning ichida. Undan foydalaninglar. Ular bir yangidan tor beti optikan o'tganda elkitob.org bati B bilan oxirlashadigan uningga qo'shib hozir elkitob.org deganini oldi, P bilan oxirlashadigan. Bu ismni nima yaptı? Andan keyin bu tor betini yangilaydigan pul ketadi ekan. Bu Mamtil Niyoz inimizda o'quvchi hozir o'qiyotgan bir inimiz iqtisodiyotni qiyinchiligi bor ekan, shunga tor betini qayta tizimlatish, tizimlatgan ishini yangilash endi. Aniga tor betiniga haqqi degan ta'siri bor ekan, uniki plusni Uyg'ur Project Fondidan chiqarib berishni qaror qildik, pul yaqinda bordi. Undan boshqa Türkiye'deki İmran Saabi degan bir inimiz Uyg'ur adabiyoti kursi başladı. 7. 3. günden başlap 6 haftalik. Bu kursniki bir kısım işleriga azroq pul lazımken 4000 lira pul Uyg'ur Project Fondidan iltimos qilgan. O pulni biz qaror qilib uni o'tvatdik. Hozir o yo'lda patiqinda bu inimizning qo'liga yetib bordi. Yana boshqa ishlarmi bor? Biz o'ylashayotgan, muzokara qilayotgan Uyg'ur Project Fondidan pul chiqarib qildigan ishlar. Bu ishlar to'xtamay davomlashyapti. Birini tugasak, undan keyin birsini degandek. Biz yanılam davomliq Uyg'ur Project Fondi qildigan proyektlar haqida sizlarniki yangi ideyalarga ehtiyojimiz bor. Ashta ideyalar bo'lsa, tatnamaydanlar. Muvofiq ko'rgan ishlarni biz chuqur butun kuchimiz bilan qilamiz. Ondan keyin Uyg'ur axborot markazi uchun maqola yozib beradigan qarindoshlar bo'lsa, maqola yozib beringlar. Bu jihatda davomli ehtiyojimiz bor. Ondan keyin mendan yana bir qism qarindoshlar millatga nima ish qilib beralayman? Meniki bir amli ish qo'limdan kelmaydi.
Lekin mendek adamlar qılaygan iş bo'lib qolsa, deppagan bo'lsangiz, bek vicdan azobini tortib ketib borman, batti tutib ketib borman degan qarindoshlar bor. Sizlarga deydiganim, Uyg'ur Project fondini əmli iş qiladigan qarindoshlarimiz davomli izlab turyotidi. Proyektlar kelib turyotidi. Ashlarga pul lozim. Biz pul tushib ish qila olamiz endi. Ayta boshqa sizlar agar əmli ish qilmasanglar, her aylık kirimlarniki nəhayət az bir qismini $100 olamdı, $200 olamdı. Uyg'ur Project fondiga bersanglar, biz onu ish qilayotgan, əmli ish qiladigan qarindoshlarga xashlaymiz. Ular əmli ishni o'sha qiladi. Bu bir yaxshi chora. Aşçımı millet için kalan hizmet. Endi hamma damlarniki imkoniyati o'xshash emas. Ba'zi qarindoshlarimiz əmli ishni qilalaydi, ba'zi qarindoshlarimiz qilolmaydi. Lekin hammamizniki, ko'pincha kishilarniki oylik kirim bor. Aşniki bir qismini chiqarsanlar, buni ish qiladigan odamlarga berib, shu orqali ishlarni mo'ndasak bo'ladi. Oldimizda Qurbon hayiti kelyotidi. Qurbon hayitida millatga atalganlar bor bo'lib qolsa-mu, biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Buni bir deb qo'ydim. Ondan keyin tünögün Uyg'urlar Tor jurnalindeki 22. sani e'lon qilindi. Bunun uçurları Facebook'ta var, mening Facebook'umda. Bundan ünlü paydalanlar. Nayt izil chiqyotidi bu jurnal. Endi eng oxirida deydigan bir gapim, men tünögün chiqarib qo'ydim. Dünya Uyg'ur qurultayiniki raisi Dolqin Aysa inimiz bir video tayyorlab e'lon qildi tünögün. İkinci qatımlıq Uyghur soti haqida. İkinci qatımlıq Uyghur soti 9-cu ayda ötküzüldü. Bu sotun işida bu sotniki önümlük elip beriliş üçün yine bir qism pulga ihtiyaç var hazır. $90 milyon pulga. Şuna bu sotniki birinci qatımlığıdan bunun qandaq iş ekanligini hammamiz bildik. İşler biz o'ylagandan ko'p yaxshi bo'ldi. Ta'sirim nayt ko'p yaxshi bo'ldi. Hozir shu birinchi qatimli sotning kuchi bilan Angliyaga o'xshash bir qism davlat hukumatlari Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atash haqida nayt kuchli darajada ishlar olib boryotidi. Texi tunugun bilgiga parlamentning ko'p sondagi a'zolari mushtaq bir qarorni olganligi haqida xabar chiqdi. Bunun önümü ahmiyeti bek zor. İkinci qatımlıq sotniki ama pul bo'lmasa ish qilolmaydi. Şuna videoni bir anlab baksanlar, ondan keyin bu ishga bir kishilik to'p qo'shadigan qarindoshlar mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli isbot bilan ta'minlash jihatdan bo'lsin, qo'lingizdan kelishicha to'p qo'shib qo'ygan bo'lsanglar, bu yolg'iz dunyo Uyg'ur qurultayning ishi emas. Bu Uyg'ur millatining ishi. Hemen bu işe mesela qarasak bo'ladi. Bu işe dünya Uyg'ur qurultayi bosh bo'lib qilyotidi bu ishni tashkillovchi bo'lib, lekin bu Uyg'ur millatining ishi, qandaqdir bir tashkilotning ishi emas. Dünya Uyg'ur qurultayi boshlig'ida 40 necha tashkilotlarniki bir munbir bor. Bu tashkilotlarni birinchi qatim sotga cho'ng to'p qo'shgan. Xudoyim bo'lsa bu qatim mashaq qiladi. Bo'lsa bu ishga chet eldagi butun xalq atlangan bo'lsak, bu qatim sotning yaxshi bo'lishiga kafolat qilgan bo'lsak. Shunday qilib 7-oyning 20-kuni Qurbonayda bo'ldi ekan. Ikkilar qatimliq videolarımdan burun bo'ldi bu aytandi. Hatta boshqa sal baldir bo'lsa-mu, hammanglarniki Qurbon aytiga muborak bo'lsin. Ikkilar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.